Yekaterinburg shahrida qurilishda bo'sh ish o'rinlari mavjud. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 20-iyun kuni Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasi vakolatxonasining vakilligi tomonidan Yonko qurilish xoldingi rahbariyati bilan uchrashuv tashkil etildi. Tomonlar o'rtasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini vaqtincha mehnat faoliyatiga jalb etish, mavjud bo'sh ish o'rinlarini hamda hamkorlik istiqbollari yuzasidan muzokaralar olib borildi. Ayni paytda mazkur xoldingda qurilish sohasi bo'yicha 1020 ta bo'sh ish o'rni mavjudligi ma'lum qilindi. Uchrashuv doirasida mehnat muhiti va yashash sharoitlari o'rganilib, korxonada faoliyat olib borilayotgan fuqarolar bilan suhbatlar o'tkazildi. Aeroflot aviakompaniyasi 31-iyuldan Moskva va Samarqand o'rtasidagi parvozlarni tiklaydi. Parvozlar haftasiga 3 marta amalga oshiriladi. Oktyabr oyining boshiga kelib parvozlar soni haftasiga 7 martaga yetadi. Bilet narxi hozirgi kunda 16.800 rubldan boshlanadi.